Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Nogironlik pensiyasi va kompensatsiyalarni proaktiv shaklda tayinlash tartibi belgilandi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yildagi nogironlik pensiyasi va kompensatsiyalarni proaktiv shaklda tayinlanish tartibi to'g'risida 398-sonli qaror qabul qilindi. Hujjat bilan quyidagilar bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatish sxemalari tasdiqlandi. Nogironlik pensiyalarini proaktiv shaklda tayinlash. Nogironlik pensiyasini proaktiv shaklda tayinlangandan so'ng kamida 1 yil ish stajiga ega bo'lganda har 2 yilda qayta hisoblash. Ko'rish qobiliyati bo'yicha birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga kompensatsiya to'lovlarini proaktiv shaklda tayinlash. Yadro poligonlari va boshqa radiatsiya yadro obyektlarida harbiy xizmat o'tagan shaxslarga kompensatsiya to'lovlari proaktiv shaklda tayinlash. Nogironlik to'g'risidagi ma'lumotlar elektron hukumat tizimining idoralararo integratsiya platformasi orqali pensiya jamg'armasining pensiya axborot tizimiga yuboriladi. Elektron hukumat tizimining idoralararo integratsiya platformasi vositasida nogironligi bo'lgan shaxs va uning oila a'zolari, yaqin qarindoshlari to'g'risidagi ma'lumotlarni olish uchun FHDYOning yagona elektron arxiviga elektron so'rov yuboriladi. Nogironligi bo'lgan shaxsning mehnat staji to'g'risidagi ma'lumotlar yagona milliy mehnat tizimi idoralararo dasturiy apparat kompleksiga so'rov yuborish yo'li bilan olinadi. Pensiyani tayinlash yoki pensiya tayinlashdan bosh tortish to'g'risidagi ma'lumotlar avtomatik ravishda fuqaroning mobil qurilmalariga SMS xabar ko'rinishida yuboriladi. Bunday imkoniyat bo'lmaganda fuqaroning yashash joyiga pochta orqali xat yuboriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.